Assalomu alaykum YouTube ahli. Assalomu alaykum. Qulupnay ishqibozlari, bobo dehqonlar. Hormangizlar, charchamanglar. Hammalaringizga, ishlaringizga omad. Mana bizning qulupnaylarimiz gullab boshladi. Mana kecha ustining karkaslarini ham bitirdik, xudo xolasa. Ustiga yoziq setki tortamiz. Salqin setki tortamiz degan maqsadda mana parnigimizni kecha yakunladik. Qo'lbola usulda ishladik. Mana pastlarida qulupnaylar, mana piyozlar ham ko'rinyapti. Mana holatlari yaxshi, Xudoga shukr. Mana Ramazonimizni ham oxirgi kunlarida havomiz isidi, yog'murlar to'xtab, quyoshli havoga aylanib boshladi. Endi Xudo xolasa bu yoq issiq bo'lsa kerak. Hozircha issiq havolarimiz. Qulupnaylarimiz shunday chiroyli holatda o'tiribdi mana. Gullab o'tirganlari ham bor. Shunday holatda o'tiribdi qulupnaylarimiz. Bu yerga ekilgan ochiq ildiz qulupnaylarimiz edi. O'tgan yil oktyabr oyida ekkan qulupnaylarimiz. Holatlari ichida gullab o'tirganlari ham bor. Shunday meva qilaman deb meva solib boshlaganlari ham bor, xudo xohlasa. Bular shu eski chorniy press, qora shahzoda nomli qulupnaylarimiz. Mana bu tomonda boshqacha sort ispanka. Ispankalarimiz ham gullab chiroyli ahvolda o'tiribdi. Ispankalarimiz. Ispankalarimiz uncha ko'p emas o'zi. Ispankalarimiz kam miqdorda. Ikkita kichkina bilan 3 ta agatga ekilgan. 3-chi agatdagi ichida bir kichkina ko'chatlar. Kichkina bo'lsa ham ekdik buni. Ular ham o'sib kattayib boryapti. Ular ham gullaganlari bor işte. Aslida mana 2 ta agat. Mana 2 ta agatdagilar. Ispanka qulupnay ko'chatlarimiz mana. Holatlar hozircha yaxshi. Bularni ham gullab chiroyli bo'lib o'tiribdilar. Mevalar ham shunga getirganlari ham bor. Siz bir ko'rib baho berasizlar. Karkaslarimiz bitdi. Xudo xolasa soya setkalarimiz keladi bugun ertaga. Soya setkalarimizni ham tortamiz nasib bo'lsa. Bular chorniy press pastga kelgan. Bizda havo issiqligi uchun soya setkalarini tortmasak bo'lmaydi. Soya setkalar bizga обязательно kerak. Va mana bu yog'ochlarda o'tirgan begona qushlar ko'p. Begona qushlar hozirdan o'zi kavlab ovozlarni eshitilyapti. Begona qushlardan asrashimiz kerak. Shuning uchun bunday karkas qilib, armaturlardan karkas ishlab, bunday qilib ustiga soya setki tortamiz degan maqsadda qo'lbola qilib ishladik buni. Reyka 14 lik armaturdan qo'ldan kelguncha uncha bir katta bo'lmagan hajmda yaxshi qilib ishladik. Qishga almashtirib, qishki sezonga katta parnik qilib yopamiz bu yil, xudo xolasa. Mayli, o'zlaringiz ko'rib bitta baho berasizlar. Jonligingiz sog' bo'lsin. Ro'zalaringiz bilan hammangizni yana bir marta hammangizga tinchlik, omonlik, dehqonchiliklaringizga Alloh baraka bersin. Sog' salomat bo'linglar, charchamanglar.